Erim uyga kelmaydigan qiliq chiqardi. Ichadigan qiliq chiqardi. Keyin biz bilsak, u ichkilikka qarshi ukol olib yurar ekan. Keyin hayotimizga bir ayol paydo bo'ldi. Charos degan ayol, to'g'riroq erim uni zo'ravonlik qilib, uni homilador qilib qo'yib, ikkinchi xotin qilib olishga majbur bo'ldi-da. To'g'riroq o'gay qaynukam uylandi. Ular eshigiga sig'madi, meni kuxnyachaga olib kirib qo'yishdi. O'zlari o'tirib ovqat yerdi, ular turib ketgandan keyin biz yotib uxlardik. Ham hech qayerga ishlamadi. Keyin stalovoylarda idishlar yuvdim. Xususiy manolarda polardim, ro'zg'or qilib amallab turardim. Shu narsani sotib, ilkayvozlik qilib, qimorxona qildi uyda. Dan keyin biz kun ko'rmadik, ahvolim yanada og'irlashdi. Pol yo'man, idish tovoq yo'man. O'shanda ham erimga bitta pivo olib kelishim kerak yo aroq olib kelishim kerak. Chiqarib yuborardi ko'chaga. Ichkilik topib kelma, ichmasam ichim yonib boryapti, o'laman. Topib kelmasang o'lasan deb urib chiqarib yuborardi. Ayolganimni daraxtlarning tagida o'tirardim yoki bitmagan uchastkalarga kirib o'tirardim. Havo to'kib kelaman. Shunaqa inson qiyofa insonniki hayvondan o'tib tushgan insonga aylandi xullas. O'tiraydi, sigaret chokaydi, izolyatsiya qilaydi, qo'lini tutib o'tir. Qo'lini tutib o'tir, kulini qo'lingga tashirdi. Pivolar olib kelardi-da. Pivolar olib keltirardi-da. Yarmini ichirdi, yarmini ustimga to'kaydi, sochimdan quyaydi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, hojatxonaga chiqmaydi, oldiga olib kelib beraman. Eshikni qulflatdi. Anam dedi, nasha ekib sotganimda dedi, sen sotgan ekansan dedi. Sen xoinlik qilibsan dedi. Keyin jonimdan to'ydim. To'ydirib bo'ling jonimni, o'ldirsang o'ldir dedim. Kelib shuni urdi. Nashada 4 ta jism sinib ketdi. Da o'sha yerda og'riqni zo'rdan hushimni yo'qotdim. Mana yuzingizga hozir urganda men bu yerga bo'linib ketgan yuzim. O'shanda mamnaqa bo'lib juda ham yomon holatda edi. Qaynonam na bruz qilgan, na tez yordam chaqirgan, na boshqa qilganda o'zi uchtalar osmonga ulab tashlagan, o'ziga kiysin deb. Bu orada biron joyga bormasin, ekspertizaga yoki boshqa joyga bormasin deb bir oy qaynonamnikida men qo'riqlab yashadi. Uxlab qolgandan keyin chiqib qochishga majbur bo'ldim. O'sha yerda bildim, tushuntirdi. Qaynonam tushuntirdi tog'amga. Alimentga berdim dedi. Sizni eringiz. Tog'amga aytdim, o'limimni tan olgan insonman, tog'ardim. O'limimga rozi qilgan dedim. Qizimni deb gapiryapti, sen yuraver. Sen oldin otalik qil dedim. Qizing erga berishdan oldin, qizing 14 yoshda dedim. 15 yoshda opamni dedi. Amakam dedi, o'g'ilga qamab qo'ygan dedi. Ayam bilan ketaman degani uchun dedi. Urib, behush qilib o'g'ilga olib qamab qo'ygan dedi. Kelibsiz. Qizimni urib shunday qilib, men qizimni yo tirigini yo o'ligini topib beringlar dedim. Unam urib, ana ketmasa ayasi bilan deb urib, bo'ynimga ip bilan o'g'ilga olib kirib tashladi. Onangiz bilan ketaman deganingiz uchun. Ha. O'zi undan kun ko'rsatmaydi, faqat ish qildiradi. Ishlayman, maktabga borib charchab uxlab qolaman. Umuman bilim ololmayman. Shuncha 8-sinf bo'lsam, miyamda hech narsa yo'q. Izlaydi faqat. Pivo olib kelib chiqarib yuboradi. Biza qiz bola qanday qilib yarim kechasi ko'chaga chiqib pivo topamiz. Agar onam desam, o'g'ilga qamab qo'yadi. Osaman deb qo'rqitadi. Ayni o'ldirib yuboraman, sallanib yo'q qilaman. Ukalarimni uradi faqat. Qachon aytgan shunga oldi? Har doim shunday, har doim. Mesela o'g'ilga qamab qo'ydi, faqat qotgan non, kuchiklarini yegan, qotgan nonini berib, suv ham bermay o'g'ilga qamab qo'ydi. Keyin majbur bo'ldim ro'volga kirishga. Keyin hech kimga aytmadim. O'zim kirdim dedim hammaga. Kim sizni ishga beraman deb kim aytyapti sizga? Onam bilan o'sha Alisher amakim faqat 2 yil ichida 2 yildan keyin erga beraveraman. Keyin ayang ko'raverasan 2 yil ichida. 2 yil ichida erga beraveraman. Keyin ketgandan keyin ayang xohlaganingcha ko'raverasan deb faqat qo'rqitib, o'g'ilga qamab qo'yib ro'molga tiqdi. Tergov chaqiraveradi. Advokat olasiz, boshqa qilasiz, sizga mana shunaqa ish bo'lgan.
advokat olishga mani imkonim yo'q. Men kvartira to'lashim kerak, 3 ta bola boqishim kerak, kamiga alimentdaman. Men hozir qamalib ketadigan bo'lsam, aka, farzandlarim agar qaytib borsak, biz o'zimizni o'ldiramiz degan gapgacha aytishdi menga. O'zlari mana o'zlari bilan gaplashinglar. Yana biz ular qulay borsa, og'ilda yana bir necha kun otsiz, ovqatsiz qolib ketamiz. Qo'llarim sinyapti, ularni hamma joyimiz ko'kargan. Qo'llarim sinyapti. Qo'li singanmi? Sinyapti, ularni hamma joyimiz ko'kargan. Ismim Hikmatova Hidoyat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Pasham shaharchasida, Charog'on mahallasida yashayman. Yashab kelgansiz? Yashab kelganman. 2009-yilda 15 yoshimda turmush o'rtog'im Haqberdiyev Abdazizga turmushga chiqdim. Qoradaryo safhoz 4-safhozda turmush chiqdim. Qaynonam o'gay qaynatam ekan, qaynatam, o'gay qaynukalarim bor ekan. Qaynonamning ikkinchi ro'zg'ori. Erim bilan qaynakam, qaynonam birinchi ro'zg'orining farzandlari ekan. O'gay qaynatamning ishiga turmushga chiqib kelin bo'lib bordim 2009-yilda. Yoshimga yetmaganligi uchun pasportim ham yo'q edi. Shunda 9-sinfda turmushga chiqqan bo'lyapsizmi? 9-sinfda turmushga chiqqanman. O'zingiz qayerda yashagansiz? Oldin qizlik uyingiz qayerda bo'lgan? Qizlik uyim onam rahmatli ikkinchi turmushga chiqqanlarda dadam bilan ajrashib, ikkinchi turmushga chiqqanlar Payshanba chiqqanlar. Turmushga chiqqanlarda o'gay otam qo'lida gap so'z bo'lmasin qizim deb erta turmushga berishga majbur bo'lganlar-da. Qiynalganlar yolg'iz bizani katta qilishga. 15 yoshda turmushga bergan. Sen turmushga chiqdingiz. Bu yigit turmush o'rtog'ingiz necha yosh? 1983-yil, o'zimdan 10 yosh katta ekan. Keyin shu orada 2010-yil katta qizim tug'ildi, Jaspirin tug'ildi. Keyin o'sha uy ishlari qaynonamlar bilan dehqonchilik qilardik. Dehqon oila edi ular. Dehqonchilik qilardik. Qaynakam Melsaxonimda axlana bo'lib ishlardi unda. Keyin ikkinchi qizimga homilador bo'ldim. Ikkinchi qizimga homilador bo'lib yurgan davrimda erim uyga kelmaydigan qiliq chiqardi. Ichadigan qiliq chiqardi. Keyin biz bilsak, u ichkilikka qarshi ukol olib yurar ekan. Sizdan oldin ham? Mendan oldin ham. Keyin hayotimizga bir ayol paydo bo'ldi. Charos degan ayol, to'g'riroq erim uni zo'ravonlik qilib, uni homilador qilib qo'yib, ikkinchi xotin qilib olishga majbur bo'ldi-da. Ikkinchi xotin qilib olib uni Kattaqo'rg'onda birga yashashdi. Hozir bir nafar qizi bor. Keyin 2013-yilda qizim ham tug'ilgan 2011-yil, 2013-yilda erim ishlayman deb Rossiyaga ketaman dedi. Rossiyaga ketdi va ayolni ham o'zi bilan birga olib ketdi. Ayolni ham o'zi bilan birga olib ketib, u ayol bilan o'sha Rossiyada kvartirasida ichib, o'rtoqlari ayolga tegajonlik qilib, ayol qochgan. Ayol qochib, keyin menga telefon qildi. Eri shunday qildi menga, qochib chiqib ketdim deb qarg'adi erimni. Keyin ayolning onasi telefon qilib erimni qarg'adi. Keyin shu orada erim yo'qolib qoldi. Onam rahmatli Rossiyaga ketgandilar ishlagani. Erim bu orada 4-5 oy bizga telefon ham qilmadi. Siz qaynonangiz uyida yashagansiz? Qaynonam uyida yashaganman. Unda biz qaynonam uyida savza ekardik, paxta chopardik, o'zipoy to'dalar, samon to'dalash, shunaqa dehqonchilik qilib kun ko'rardik, mosh ekardik. Keyin erim qolib qoldi, keyin onam rahmatli uni qamalib qolganligini qidirib topib xabar berdilar. Qamalib qolib, keyin ancha advokatlar yollab onam rahmatli unga yordam qilib yurdilar. 2015-yil onam rahmatli dunyodan o'tib qoldilar. Keyin 2016-yilda erim chiqib keldi. Rossiyadan qamoqxonadan chiqib keldi. 2016-yil qamoqdan chiqib keldida men qaynukalarim qaynonamni zug'umiga chidolmasdan to'g'ri o'gay qaynukam uylandi. Ular eshigiga sig'madim, meni kuxnechaga olib kirib qo'yishdi. O'zlari o'tirib ovqat yerdi, ular turib ketgandan keyin biz yotib uxlardik uyda. O'shanda ham ko'nmasdan qo'y tug'sa ham uyimga olib kirardi, qaraysan deb qishlada shunaqa bo'lib yashardimda, oxiri chidolmasdan dadam chaqirdim. O'gay onamga uylangan hozir. Keyin dadam olib ketdi. Dadam olib ketgandan keyin
3 oydan keyin erim chiqib keldi. 2016-yil erim chiqib keldi. Dan keyin yana o'sha uyga olib ketdi bizni. Bolalarimni, ikkita qizimni meni olib ketdi. O'sha Kattaqo'rg'ondagi qaysi mahalla dedingiz? Zarqo'rg'on mahallasi. Zarqo'rg'on mahallasi. Olib ketgandan keyin u yerda ham yana o'gay ovsinim, ular yana o'sha oshxonaga yashadik biz. Erim ichkilikdan to'xtamadi. Janjal bo'lgandan keyin qaynonamni payshamida yeri bor edi. 2 xona usti yopilgan uy bor edi. Loy shovog'ida edi, eshik derazasi bor edi. O'sha yerga ko'chib chiqdik. O'sha yerga ko'chib chiqdik. Borada o'g'il tug'maysan deb haqorat qilaverardi. Ungacha ikkita qizingiz bo'lganda? Ha, ikkita qizim bor uchun o'g'il tug'maysan deb haqorat qilavergandan keyin o'g'il tug'sam yaxshi bo'lib ketardi. Allohdan so'radim, Alloh o'g'il ham berdi. Allohga shukr. Keyin bu orada erim ishlamasdi hech qayerda. Hech qayerda ishlamadi. Umuman hech qayerda ishlamaganmi? Hech qayerda ishlamadi. O'sha qamalib chiqib keldi, ishlayman deb ketib, kelgandan keyin ham hech qayerga ishlamadi. Keyin stalovoylarda idishlar yuvdim. Xususiy manalarda polardim, ro'zg'or qilib amallab turardim. Keyin bu orada erim uyga bir o'simlik o'stira boshladi. O'simlik o'stira boshladi. Uni sotaman, mashina olaman, nima qilaman deb o'zi ichkilikdan to'xtamadi. Keyin bu orada erkaklar bosib ketishni boshladi uyda. Uyda qimor o'ynadi o'tirib. Qimor o'ynadi o'tirib. Biz o'sha uyda ichkarida o'tiramizda tashqariga bolalarim men ovqat qilib bergani ham chiqa olmayman, chiqish mumkin emas. Qizlarim yoki o'g'lim qornimiz ochdi. Qaynonangiz ota-onasi qayerda yashaydi u paytda? Ular o'zining uyida yashardi. Sizlar alohida chiqib ketdingiz? Biz alohida chiqib ketdik. Erim chiqib kelgandan keyin, 2016-yil chiqib kelgandan keyin, 2017-yil o'g'lim tug'ildi. Xo'p. 2018-yildan erim mana shunaqa ish qilishni boshladi. Shu narsani sotib, erkakvozlik qilib, qimorxona qildi uyda. Dan keyin biz kun ko'rmadik, ahvolim yanada og'irlashdi. Keyin o'sha yosh bolam bilan ishlayman. Ishdan qaytishimda 30 ming, 40 ming pulga ishlayman. Pol yo'man, idish tovoq yo'man. O'shanda ham erimga bitta pivo olib kelishim kerak yo aroq olib kelishim kerak. O'zi pul topmaydi. O'zi pul topmaydi. Agar o'shani olib kelib bermasam janjal, o'zim ham kaltak yeyman, bolalarim ham kaltak yeydi. Shu arada erim yaxshilash o'rniga yomonlashib boraverdi. O'sha ekkan narsasini o'zi iste'mol qilardi. Tabalarga qorib yerdi, bakalashkalarda bir narsalar qilar, o'sha erkakxona qilib mashinaqa qildi uyda. O'sha marixonni nasha deydi, ko'cham shunaqa narsa. U ko'p ekkandi. Keyin bir kuni ko'p azob berib uravergandan keyin onasiga telefon qildim. Onasi keldi. Ko'rdi ko'zi bilan, yuzlarim bir ahvolda. Ishlashim kerak, men bu yosh bolani, bu yosh qizlarimga tashlayman, ishlagan chiqib ketaman, o'zi ishlamaydi. Bularga yedirish kerak, ichirish kerak, maktabga chiqishi bor. O'zi ishlamaydi, kamiga men unga yana ichkilik bilan ta'minlab turishim kerak uni. Bo'lmasam kaltak yeymiz. Menga qo'shilib farzandlarim ham. Uydagilari ota-onasi hech nima demaydi. Ota-onalari yo'q, ular hech narsa demaydi ular. Men bu orada ko'p 102larga chiqardim, yordam so'rardim. Ungacha siz urarmidingiz? Urardi. Yordam so'rardim. Ko'chaga 2-3 chiqarib yuborardi. Mast bo'lib uxlardidan keyin 2-3 uyg'onib ketardidan keyin chiqarib yuborardi ko'chaga. Ichkilik topib kelma, ichmasam. Yana kech payti. Ichmasam ichim yonib boryapti, o'laman. Topib kelmasang o'lasan deb urib chiqarib yuborardi. Qo'ni-qo'shnilardan uyalganimni daraxtlarning tagida o'tirardim yoki bitmagan uchastkalarga kirib o'tirardim. Uxlashini kutardim. Shunaqa qilib o'zim yetim o'sganligim uchun bolalarimni yetim qilmayib chidadim. Keyin bu orada battar og'irlashaverdi. Chakib kelardidan keyin sigaret topib kelardim. Magazinlarga pasportlarim qarzga berib zalogga pivolar olib kelardim. Uydagi bolalaringizni qornini kim to'yg'izardi? O'zim ishlardim. O'zingiz o'sha kartoshka, piyozi, makaroni, go'shti hammasini bozorlikni o'zingiz qilardingiz. Opam toshib kelardi. Opam ko'p qarashgan, opam toshib kelardi. Yordam berardi. Keyin kechasi bilan o'tiraydi, uxlamas edi. Kuni bilan dam olib, ichib nima qilayotgan keyin uxlamas edi. O'tiraydi, sigaret chokaydi, izolyatsiya qilaydi. Qo'lini tutib o'tir. Qo'lini tutib o'tir, kulini qo'lingni tashirdi. Keyin xullas
Aytavering. Pivolar olib kelardida. Pivolar olib keltirardida. Yarmini ichirdi, yarmini ustimga to'kaydi. Sochimdan quyaydi. Onang o'lib ketgan, boradigan joying yo'q. Gurgutlar yoqib, qo'llarimga bosgan yoqaman. Shu orada keyin shu azoblarga chidolmadim. Ahvoli yomonlashib ketavergandan mahalla domkomiga chiqdim, mahallaga bordim. Uydan chiqib ketdi. Uydan chiqib ketsa 2-3 kunlab kelmasdi uyga. Mahallaga bordimda yordam so'radim. Mana shunaqa narsa ekkan. Meni uyda erkakxona qilib tashladi. Bolalarim bilan juda azob yeyapman. Erkaklar noto'g'ri ko'zda qarayapti. O'tirib olib mana shunaqa qilyapti deb murojaat qildim o'sha erkaklarni. Aytib ham berdim domkomga. Keyin domkom aytdiki, ariza qilib bering, biz chora ko'ramiz dedi. Uchastkovoy chora ko'radi. Ariza qilib bersam, u meni o'ldirardi. Shunda ham tirik murdaman. Keyin domkomga tushuntirdimdan keyin sharoitni qaytdim. Uyga da oradan 3-4 kundan keyin o'zlari tadbir qilib kelib, erimni olib ketishdi. Keyin sud bo'ldi, 3,5 yil srok oldi. 1,5 yilni o'tirib chiqdi-da, qaytib keldi. 1,5 yildan keyin u vaqt 3,5 yil berdi. Qamalib 1,5 ketgandan yilda keyin qaytib chiqdi. Qamalib ketgandan keyin karantin boshlanib qoldi. Karantinda ham hech qayerda ishlamadi. Shu opam, Xudoga shukr, opam bor ekan, opam yordam qilib turdi ro'zg'orimga. Saxovat insonlar yordam qilib turdi ro'zg'orimga, bolalarim bilan. Uyda o'tirdim, o'sha uyda o'tirdim. Da karantin chiqqandan keyin qamoqdan chiqqancha qaynonamnikiga borib yashadim. Bolalarim bilan. Qamoqdan chiqib kelgandan keyin uyga qaytdik biz. Qaynonamning uyidan. Keyin yaxshi bo'lish o'rniga yanada yomonlashdi o'sha kunlarimiz. Keyin bir kuni juda ham yomon urdi, o'zimga qo'shib bolalarimni ham urdi. Dadamlarga ketdim. Dadamlarga ketdim-da, dadamlarga borib hamma yo'qni urib, sindirib, janjal qilib, bolalarimni urib tortib olib keldi. Dadam bunga chidamanladan keyin dadam 102 qilib topshirib, sudga olib chiqdi. Sudya 5 sutka nima jazo berdi. Undan keyin o'gay ona ularning tinchi buzildi, boshqasi buzildi, yana majbur bo'ldim qaytishga. Qaytgandan keyin ham mana shunaqa ahvolda yashab yurdim. Yana uradi, yana chiqib ketaman, mahallada bolalarimni tortib olib keladi. Opamlarga ketsam, opamlarni tortib olib keladi. Himoya qiladigan insonim yo'q. Aka-ukalarim milisa, hamma yoqda milisa og'aynisi bor. Murojaatlarim hech kim qabul qilmaydi. Demak, hozir o'sha turmush o'rtog'ingizni qarindosh urug'lari hammasi ichki ishlar shu sohada ishlaydi, prokuratura. Bitta akasi. Qayerda, Samarqandda, qayerda ishlashadi? Bittasi Toshkentda ishlaydi. Bittasi Kattaqo'rg'onda Milliy gvardiyada ishlaydi. Qaynakam militsxonada ishladi, prokuraturada ishladi, sudxonada ishladi. Prokuraturada ham jiyalari, uzanalari, hamma qarindosh urug'lari. Siz murojaat qilsangiz, murojaatingiz qolib ketaveradi. Qolib ketaveradi. 102 lar qilaman, kelmaydi hech kim. Uchastkovoylar kelmaydi. Lekin mana bir chora ko'rishdi, 5 sutkaga qamabdi. U qishloqda bo'ldi. Dadamlarga katta men qishlog'iga borib, o'sha dadamni eshik darvozasini sindirib katta janjal qilgan. Boshqa mahallaga borganda u yerda dadamning uyiga borganda qo'ni qo'shnilar, o'gay onam nima qilishdi-da. Keyin bu orada shunaqa janjal davom etaverdi. Bir kun keyin bu orada paxta terardim, paxta bo'lsa chiqib paxtalarga borib terib kelardim. O'shanda ham janjallar qilaverardi. Pul topib kelsam, paxta puling qani, ham pul topib kelib qo'liga berardim. Ham tuhmatlarga qolardim. O'zi chiqib ishlamaydi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, hojatxonaga chiqmaydi, oldiga olib kelib beraman. Shunaqa vaziyat kelaman. Shunaqa inson qiyofa insonniki hayvondan ham o'tib tushgan insonga aylandi xullas. Keyin 5 sutka qamaldi. Siz otangiz uyda qolgansiz. Keyin yana tavba qilib yalinib keldi. Yana farzandlarim ketishim kerak, chunki o'gay ona ularning tinchini buzib, sig'maydi, bolalarim ham sig'maydi. Yana qaytib borishga majburman.
o'zim yetimlikda o'sganim uchun bularni yetim qilmay degan maqsadda. Keyin bir kuni yur bir joyga boramiz dedi. Qayerga dedim, onam ko'rib kelamiz dedi. Bolalarni oldik, onasini uyiga bordik. Onasini uyiga bordikda ovqatlanib bo'lib, keyin kechqurun qaynonam uyda ukol qiladi. Qayerlardandir odamlar keladi, qaynonam uyda davolaydi. O'sha qaynonam ukolxonasiga olib kirdi. Eshikni qulflatdi. Onam dedi, nasha ekib sotganimda dedi, sen sotgan ekansan dedi. Sen xoinlik qilibsan dedi. Xotinim bo'lib turibdi dedi. Keyin men bo'ynimga olmadim. Men qilmadim o'shda, qo'lida atverka bor. Bo'yningni yaxshilikcha o'lasan. Keyin onasi kirib keldi. Onasi kirib keldida, keyin kim aytdi sizlarga? Men nima qilganim yo'q, tuhmat qilmanglar debman-da. Melsixonda ikkala akamga aytibdi-ku. Qaynakam aytibdi, nima qilasan, xoinni umringni qamoqda chiritib yuboradi, yo'qot. Keyin onasi ham o'zini farzandining qanaqaligini biladi-ku. Onasi ham keldi. Bu senga xoinlik qildim, bir umr xoinlik qiladi. O'zim bilaman buni nima qilib yo'q qilib yuborishdi. Ana qizlaringni olib qolaman o'zim. Qaynonam o'zining qizi yo'qda, bilmaydi. Qizlaringni o'zim olib qolaman, yerga beraman, ne qilaman. O'g'liga gapirdan keyin yo'qotdi, rasvonda chiqib ketdi qaynonam. Chiqib ketgandan erim yana o'sha yerda har xil savollar beryapti menga. Har xil savollar beryapti. Men o'sha aytganimni tag'in o'tiribman. Baribir o'lasan. Sen oxiring o'lim baribir. Sen xoinlik qildingmi, o'lasan. Keyin jonimdan to'ydim. To'ydirib bo'ling jonimni, o'ldirsang o'ldir dedim. O'sha qo'lidagini kelib shunday o'rnidan turib, kelib vahima bilan kelib shunday urdi. Mashina 4 ta chisim sinib ketdi. Da o'sha yerda og'riqni zo'rdan hushimni yo'qotdim. Mana shu yuzingizga hozir urganda men bu yerga bo'linib ketgan yuzim. O'shanda menga bo'lib juda ham yomon holatda edi. Ozgina shirami ham bor ekan, ha? Ha, bor qolgan. Keyin ko'zimni ochsam tongga yaqinlashib qolgan. Qaynonam na bir qilgan, na tez yordam chaqirgan, na boshqa qilganda o'zi uchtalar Osmon aka ulab tashlagan, o'ziga kiysin deb. Uyg'onsam Osmon akalar ulangan turibdi. Keyin o'shandan keyin tasavvur qiling, ahvolim juda ham yomonlashdi. Xo'rlashlar, ishlashlar yanada kuchaydi. Bu orada biron joyga bormasin, ekspertizaga yoki boshqa joyga bormasin deb bir oy qaynonamnikida men qo'riqlab yashadi. Bosgan qadamimni kuzatib o'tirdi oldimda. Bir oygina chidadi, men uni ustidan yozib qo'ymasligim, doktorga bormasligim uchun bir oygina ichmay chidadi. O'sha yerda meni poylab o'tirdi. Bolalarim ham qaynonamnikida o'sha yerda. Keyin oxiri chidolmasdan bir kun ichdi. Janjal qildi. O'sha yerda yana ichib o'tirib mast bo'lib qoldi, xohlagancha haqorat qildi, uxlab qoldi. Uxlab qolgandan keyin chiqib qochishga majbur bo'ldim. Chunki shunchalik stressdaman, uni ayta olmayman. Keyin opamlarga bordimda, opam unda eri bilan Rossiyaga ketdi. Singlim ikkita qizchasi bilan yetim qolgan eridan. Eri dunyodan o'tib qoldi. Singlim opam ikkita bolasiga qarab, opam uyda qolgandi. Keyin opam uyiga bordimda, u yerga ham erim janjal qilib boraverdi. Singlingni o'ldiraman, o'ldirib ketaman deb qo'rqdi singlim. Keyin erisi kelyapti. Keyin ish topdimdan keyin Toshkentdan ishga ketdim. Ishlab bolalarimni olaman. Bu orada bilsam, meni o'sha qidirib borib yana bordi, orqamdan janjallar qildidan keyin tog'amlar bilan borib, qaytarib olib keldidan keyin o'sha yerda bildim, tushuntirdi. Qaynonam tushuntirdi tog'amga. Alimentga berdim dedi. Sizni eringiz. Turmush o'rtog'i sizni alimentga bergan. Alimentga berganman dedi. Bu yerda jim o'tirib yashaydi, alimentdan olaman. Yoki buzuqqa chiqarib bilaman nima qilishdi men buni. Bolalar kim bilan edi? Obro'yini saqlab qolsa, qaynonamnikida edi bolalar. Qaynonamnikida o'sha birga edik, qaynonamnikida birga edik o'sha qochganimda. O'sha mana shu holatdan keyin bir oyda
qochishga muvaffaq bo'ldimda. Aytaymanki, o'sha yerda qadamim o'zingiz qo'yiladi. ketdingiz? Ha, o'zim ketdim. Bularni olib qochishga na pulim bor, na boshqa boradigan joyim yo'q. Boradigan Bularni olib joyingiz yo'q. ketaman, olib boradigan Yo'qda joyim yo'q. Ha. Keyin tog'amlar telefon qilib, meni chaqirib, "Kebaqqa" deb chaqirishdi. Yana majbur bo'ldim, bolalarim bor, qaytib keldim. Tog'amga aytdi. "Alimentga tiqqanman" dedi. "Jim o'tirib yashasin" dedi. Buzuqqa chiqarib, obro'laringga to'g'ri kelsa dedi, o'zim bilaman qanday nima qilishdi, xo'rlashdi dedi. Qaydanam aytayapti tog'amga bu gapni. Keyin tog'amga aytdim, "O'limimni tan olgan insonman, tog'a" dedim. "O'limimga rozi qilgan" dedim. "Men ham" dedim, "buni boqib" dedim. "Ishda bolam bilan shunaqa kun ko'raman-da, ham alimentda turamanmi" dedim. Keyin tog'am aytdi, "Oladi, alimentdan oling, oladi alimentdan. Xullas o'lsang ham" dedi, "o'liging chiqsin" dedi. "Menga gaping bormasin, ering bormasin, meni umuman mana qilmaydi" dedi. O'sha yerda o'lsang o'ldi, chiqib ketdi ular. Yashaysan deb yana erim bilan yashadim. Bu orada yana ish yo'q, yana pul yo'q. Bolalarga berish kerak, chiqib ishlamaydi. Unga men qaydan bo'lmasa pivo topib kelishim kerak. Telefonlarni, pasportlarni zalogga beraveradi bolalarimga, bor magazinga bir pivo bersin, boshqa bersin. Ko'k pasport ham qolmaydi, zagram pasport ham qolmaydi. Zalogga beraveradi magazinlarga, pivolarga. Ya'ni eringiz uyda yana qaytib bordingiz xullas. Keyin men aytdim, bolalar yeyish kerak. Quruq nonga bular o'smaydi, unmaydi. Maktabi bor, boshqasi bor. Maktablarga pullab bera olmaymiz. Yegiz kelgan narsani uka aytmang, olib bera olmaymiz. Odamlarni, qaynonamni, jiyanlarini, eski kiyimlarini kiydirib katta qildim shular. Keyin Toshkentga ishga ketamiz, ish topaman dedi. O'zi kimlar bilandir gaplashib ish topdi. Kvartira topsang bo'ldi dedi, Toshkentdan dedi. Men dadalarimga iltimos qilib, ukalarimga iltimos qilib kvartira topdim, ukamdan qarz olibdi. Yo'l kerak. Yo'l kerak, pulimiz yo'q. Qaynonamdan pul so'radim, qarz so'radim. Sizlarga dedi qarz berib dedi, charchadim dedi. Tillangiz bormi, bo'lsangiz bering dedi. Qaynonam o'zi kelin qilib tilla bermagan. Onam rahmatli qilgan sirg'omni ham erim sotib ichib bo'lgan. To'g'riroq qimor o'ynagan olib ketib, qaytarib olib kelman. Keyin mahalladan bergan tikish mashincham bor edi. Tikuvchilik qilaman deb mahalladan tikish mashincha olgan. Qaynonamga uni sotdim 500 mingga. Bolalarimni qaynonamga omonat topshirib, ikkalamiz Toshkentga ishlagan ketdik. Keyin Yunusobodda mors sotdim, suv sotdim-da o'sha yerda sotib yurdim. Maktabdan ish chiqib qoldi keyin. Maktab oshxonasiga polartish. Keyin ishga kirdim. Ishga kirganimdan keyin o'shanda ham kvartiradan qarzman. Pasportlarimni zalogga berib, staloylarga ichib tashlagan. Bu orada o'zi ishlamaydi. O'sha Toshkentga boribman. Keyin bir kun borsam ichgan. Yotibdi kvartirada. Kvartira ikkita oila sheriklikka turamiz. 4 ta bolasi bilan bitta oila turadi. Biz xotin, bitta xonada turamiz. Keyin o'tirib pul qolmadi. Menga dedi, ishlagan puling minnat qilma. Men senga qilib beraman deb o'sha yerda yetdagi nima qilyapti-da, yur aylantirib kelaman deb o'zi kech bo'lib qolgan. Keyin qo'shnilar endi yonimizdagilar oila baribir nima qilmasin dedim-da, "Ha, yuring aylanib kelamiz" dedim. O'sha yerda ko'chaga chiqib qanaqadir klubni bir joyga kirdi ichgani. Toshkentda bu. Toshkentda bu. Meni ham olib kiryapti. O'sha yerda o'zi mast holatda, undan battar ichyapti-dan keyin yana mast bo'lib qolyapti. O'sha yerda axranalarni so'kyapti. Kim pulni ichyapti? Kim pulni to'layapti? Meni yig'ib yurgan nimalarimni ishlab, o'zi ishlasa ekan nima qilsa. Keyin o'sha yerda janjal qilyapti-da. Meni ham haqorat qilyapti. U o'sha joyda anovlarini ham axranalar kelyapti, ular bilan ham urushib ketyapti. Ular chiqarib tashladi tashqariga. Chiqarib tashlagandan keyin u kim bilandir ichgandan keyin janjal qilib kimdir urish kerak, mana shunaqa inson. Ko'chaga chiqib meni haqorat qilyapti, baqirib, shantaj qilib urib tashlayapti o'sha yerda.
ayollar kelyapti, tarmashyapti, urma ayol kishini deb, endi ko'chada shu holat bo'lyapti, militsiyalar kelyapti, nima qilyapti. O'sha yerda janjal qilyapman, men aytdim, bo'ldi. Oxirgisi edi imkoniyating. Bo'ldi. Sen o'zing yo'lingda ket, men o'zim yo'limda ketaman. Boshqa yashamayman. Nima qilsam ham bolalarimni och qoldirmayman. Sen bilan shunaqa kunlarni ko'rgandan ko'ra, mayli boshi ochiq ayol bo'lib, gap so'zga qolib farzandlarimni boqaman, mayli. O'zi ko'rsatmagan kuni qolmadi, bermagan azob qolmadi. O'sha yerda keyin 15-20 talab taloq deyapti, rasvo deyapti, haqorat qilyapti. Javob beryapti. Ha, o'sha yerda javobim berib ajrashib ketdik o'sha yerda. Keyin yuzlarim ko'kargan, pulim yo'q, qayerga borishni bilmayman. Kvartiraga borsam baribir uradi. Singlimga telefon qildim. O'sha bitta militsiyaning telefonini singlimga telefon qildim. Telefonlarimni tortib olib ketdi qo'limdan. Telefon qildimda, Toshkentda yashaydigan opam bor, xolamning qizi, eng katta xolamning qizi. Ikkita bolasi bilan Toshkentda yashaydi 20 yildan beri. Unga telefon qildimda, opa, shunaqa vaziyat bo'ldi. Yo'lkaraga pul berib, qarz berib turing dedim. Keyin urishib ketdi. O'sha nimaga bording o'sha iflos ering bilan, sen hal yashab yuribsanmi deb urishib nima qildidan keyin taksiga pul beraman debdi. Taksida bordim. Ertalabgacha yuzimga qaratdan keyin ertalab chiqib taksiga mindirib yubordi. Uyga qaytdim. Opamning uyiga qaytdim. Singlimni oldiga keldimda. Keyin bu orada pulim yo'q, hech qayerga bora olmayman. Murojaatim borganim bilan sotxonaga boray. Yo'q, bolangizni ham ola olmaysiz. Umuman o'sha tupik holatiga qolgan. Qayergadir murojaat qilib boray desam, hamma shularning odami, hech kim Samarqandda o'sha katta qo'rg'onida hech qayerga murojaat qila olmaysiz. Yo'q, hech qayerga murojaat qila olmayman. Qilganimning foydasi yo'q. Sotxonaga qayergadir chiqay desam, o'zini davlat to'lovlari bor, misol uchun ularni bera olmayman, imkoniyatim yo'q. Bolalar ham o'zingiz yoningizda emas. Bolalarim o'zim yonimda emas, qaynonamda. Eringiz alimentga bergan. Erim alimentga bergan. Unda alimentdan ham olmadi. Keyin Toshkentda qolgandi erim. Keyin majbur bo'ldim yana ishlashga. Qarasam ishlashim kerak. Bolalarim olish uchun ham, bolalarim olib borish uchun ham. Bitta kvartiraga olib chiqaman bolamni desam ham pul kerak. Qaytib ketdim Toshkentga ishlaganda. Ishlab yurdim o'sha yerda, o'sha yerda ham ishxonalarimga borib, janjallar qilib, ko'p ishlarimni almashtirdim, ko'p kvartiralarni almashtirishga majbur bo'ldim shuni deb. O'shandan keyin tinch qo'ymadi. Shu javobingiz bergandan keyin. Javobim bergandan keyin ham. Ko'chalarda janjal qilib yurdi. Keyin bular kelib maktabda uzoqdan ko'rib ketardim. Bularni agar men oldiga borib ko'rsam, bu ko'rganimni, bu bilan qizim bolam quchoqlaganimni o'shalar ko'rsa, o'sha o'qituvchisi bormi, hammasi qaynonam doktor ishi tushadi. Ularga birdan telefon qilib aytadi, ular bularga azob beradi. To'g'rirog'i erim azob beradi. Nimaga ko'rishding deb. Shu pul yig'ib yurdim, bolalarim olaman, ajrashaman deb qonuniy ajrashib bo'lganmiz o'zi. Qonuniy ajrashaman deb shunaqa qilib ishlab yurdimda. Keyin bir kun telefon qildi. Telefon qildida Toshkentda u ham. Bu yoqqa kelmaydi ham, bolalarimdan o'zi ham xabar olmaydi, qaynonamda. Telefon qildidan keyin qizing hijobda, erga beraman qizimni deb gapiryapti. Sen yuraver. Sen oldin otalik qil dedim. Qizing erga berishdan oldin, qizing 14 yoshda dedim. 15 yoshda turmushga chiqib, sen meni nima qilding? Onang bilan ikkoving qanaqa insonsan? Xudodan qo'rqmaysizlarmi? O'sha yerda SMSda janjallashib, o'sha yerda bir-birimizni haqorat qilib, nima qildik-da, keyin ishlab yana pullarimni nima qilib, ishlarimni topshirib qaytib keldim bularga. Bular oldiga qaytib keldimda, mayli dedimdan keyin farzandlarim oldi baribir anaqa qilmasam, bular oldiga keldimda olib ketaman. Shu ajrashib nima qilganimizcha picha qiynalamiz balam. Bolalaringizni olib ketmoqchi bo'ldingiz. Boradigan joyimiz yo'q, lekin kvartira olib bo'lsa ham olib ketaman balam. Dedim, keyin bular olib keting, hozir olib keting deb yig'lab yopishishdi. O'sha yerga olib keta olmayman, olib boradigan joyim yo'q. Keyin bu orada har 2-3 kunda ko'rgan boraverdimda, keyin o'qituvchilar chiqib gapirishdi. Kimang ko'rgani dedi.
siz ko'rgan kelasiz bolalaringiz har safar dedi. Iris ichib kelib domlalarni, ahanalarni uradi. Siz kelganingiz uchun. Kelmang, qayda ko'rsangiz ko'ring borib, qayda ko'raman bitta qishloq. Maktabda ko'raman, boshqa qayda ko'raman. Keyin bir kuni borsam, kichkina qizim aytdiki, aya sizga ayta olmaymiz. Biz o'lib qolamiz, olib keting aya. Nima qilsangiz qiling, olib keting bizni. Dadam bizdan xabar olmaydi, o'lganimizga ishimiz yo'q, o'lganiga ishimiz yo'q, ishi yo'q bizani. Siz bilan ko'rishamiz. Aqqa borib onam bilan amakim qiynayapti. Amakim qizim, katta qizimni dedi, opamni dedi, katta opamni dedi. Amakim dedi, o'g'ilga qamab qo'ygan dedi. Ayam bilan ketaman degani uchun dedi. Urib, behush qilib o'g'ilga olib borib qamab qo'ygan dedi. Qizingiz necha o'sha paytda? Qizim 14 yosh. Bu orada keyin bu aytgandan keyin o'zimni yo'qotib qo'ydim. Tirikmikan hozir qizim? O'sha yerda birdan nima qolimda keyin tez 102 ga telefon qildim. Shunaqa holat, farzandlarimni ko'rsatmayapti, bermayapti. Kamiga aliment keyin tiqib qo'ygan. Mana shunaqa azobdaman. Kimdir eshitadimi, men telefon qilyapman. Hozir sizga telefon qilishardi dedi. Yo'q, yarim soat kutyapman, hech kim yo'q. Yana telefon qilyapman. Ya'ni 4 marta xullas shu orada 102 4-5 marta telefon qilganimdan keyin o'sha Zarqo'rg'on mahalla uchastkavoy telefon qilyapti menga. Ha, kelibsiz. Qizimni urib shunday qilibdi. Men qizimni yo tirigini yo o'ligini topib beringlar dedim. Qiziz tirik, vahima qilmang. 3 kun oldin urgan ekan-ku, 3 kun oldin bir shapat urgan ekan. Ye dedim. Amakisi urgan, erisi. Ha, o'gay ukam, qayni ukam. Keyin ye dedim, nima uchun uradi? Meni farzandimga qo'limni tegirmayman, haqqim yo'q. U o'gay bo'la turib nima uchun uradi? Menga hozir qizimni topib kelasizlar dedim. Mana qizingiz aytyapsiz, qizingizni o'sha amakisi urib molxonaga qamab qo'ygan. To'g'rimi? Shunaqa. Qizingiz o'zi aytib bersin, yoningizda ham o'zini ko'rsatmaymiz. Shu onam ketganlardan keyin janjal bo'lib, ko'rgan kelib turardilar-da. Agar amakilarim bilib qolsa, ko'p uraydi. O'g'illarga qamab qo'yadi. Keyin shu oxirgi marta kelganlarida onam bilan ketaman, sizlar bilan yashamayman deb gapirganim uchun Alshir degan amakim bu qo'polroq yomon. Onam urdim, ana ketmas ayasi bilan deb urib bo'ynimga ip bilan og'ilga olib kirib tashladi. Onangiz bilan ketaman deganingiz uchun. Ha. O'zi undan kim ko'rsatmaydi, faqat ish qildiradi. Ishlayman, maktabga borib charchab uxlab qolaman. Umuman bilim ololmayman. Shuncha 8-sinf bo'lsam, miyamda hech narsa yo'q. Faqat ish. Tiva olib dadam kelsa ichib izaydi faqat. Ayinjalab, sallayib, harom salladib. Faqat urib so'kib gapiradi. Izaydi faqat. Tiva olib kelib chiqaraveradi. Biza qizlar qanday qilib yarim kecha ko'chaga chiqib tiva topamiz. Onangiz yo'q paytda ham shunaqa chiqaraveradi ko'chaga. Qanday olib kelasiz? Qaysi pulga olib kelasiz u pivani? Bilmayman, chiqaraveradi. Hamsalar telefon qilib amakilarim chaqirib olib ketadi. Mojaro qilib boradi, keyin dadam nima unga aytdi, nima bunday qildi. Urib yana o'sha yerda so'kadi. Har safar shunday azoblar bilan yashadi. Agar onam desam, o'g'ilga qamab qo'yadi. Osaman deb qo'rqitadi. Ayni o'ldiraman, sallanim yo'q qilaman. Ukalarimni uradi faqat. Qachon aytgan shu gaplarni? Necha oy oldin? Har doim shunday, har doim. Qo'rqitib keladi faqat. Hech kimga aytolmayman. Qarang, keyin boya aytdinglar, sizni turmushga berib olamiz deyishdi-da. Ha. Ro'molga tiqdi birdan. Ro'mol o'raysan dedi. Qo'rqitdi, ro'mol o'ramasang ko'chaga chiqmaysan, o'g'ilga qamab qo'ydi. Faqat qotgan non, kuchuklarni yegan, qotgan nonini berib, suv ham bermay o'g'ilga qamab qo'ydi. Keyin majbur bo'ldim ro'molga kirishga. Keyin hech kimga aytmadim. O'zim kirdim dedim hammaga.
Kim sizni ishi beraman deb kim aytyapti sizga? Onam bilan o'sha Alisher amakim faqat 2 yil ichida 2 yildan keyin erga beraveraman. Keyin ayang ko'raverasan 2 yil ichida. 2 yil ichida erga beraveraman. Keyin ering ketganidan keyin ayangni xohlaganingcha ko'raverasan deb faqat qo'rqitib, og'ilga qamab qo'yib ro'molga tiqdi. Unga bo'yingiz nima dedi? Dadingiz onasi nima deyapti? Onam aytyapti. Onam qiladi hammasini. Keyin mana shu voqeani eshitdingiz. Qizingiz aytib berdi, kichkina qizingiz mana shunaqa bo'ldi deb. Mana qizingizni o'zi ham aytib turibdi. O'sha paytda 14 yosh bo'lganda, hozir mana bu yil nechinchi yil? 2010-yilmi? Demak, bu yil 15 yoshga to'lar ekan. Shunaqa voqealar bo'lgan deb aytyapti. Undan keyin siz mana u qaysi oyda bo'lyapti o'sha voqealar? Noyabr, dekabr oylarida bo'lyapti. 2024-yil, bundan 2 yil oldin, hozir mart oyi bo'lsa, balki 2 oy bo'lyapti. Keyin nima qildingiz siz? Keyin qaynonam buni olib bordi. Borguncha qo'rqitib borgan. Ana keyin ishdan bo'shab ketadi. Ishdan bo'shab ketsa, nima qilsam qilaman, ayang yo'q qilaman, qo'limga qaytib kelishini o'yladi. Buni pishqilab borgan. Va bordi. O'sha yerda uchastkavoy savol-javob qilyapti endi. Amaki to'xting, uzr, amakisi qayerda ishlaydi amakisi? Amakisi Milliy gvardiyada ishlaydi. Keyin uchastkavoy bunga savol beryapti. Urdimi amakang desa, yo'q deb o'tiribdi. Qizim, men borman yoningda, qo'rqma, ayt desam yo'q deb o'tiribdi. Bu amakim urmadi deb yozib berdi. Kichkina qizimning gapi bilan men bo'lgan holatni yozib berdim, urganligini yozib berdim. Qaynonam peshkili urdi. Er xotin ikkovi qaramaydi. Men boqayapman bularni deb qaynonam yozib berdi o'sha yerda. 102 qilib, 4-102 qilib yozib bergan arizam. U ham yo'q. Qaynokamga misol uchun tuhmat qildim. Agar urmagan bo'lsa, sud bo'lish kerak emasmi? Keyin siz bordingizmi shu uyga? Qizingizni og'ilxonaga qamab qo'yishdi, aytishyapti. Bordim. Nima qilyapti? Qolgan bolalaringiz qayerda edi? Maktabda edi bular. Bular maktabda. Keyin aya olib ketsangiz bo'ldi, hech narsa demayman dedi. Keyin o'sha yerda qaynonam bunga yopishdi, olib ketmaysan dedi. O'sha yerda qaynonam bilan janjallashib, baribir olib ketdim. Olib ketdimdan keyin siraz maktabga bordim. Qaynokam maktabdan meni olib chiqib ketibdi, kichkina qizimni. Da keyin 3-4 marta maktabga poylab bordim, maktabga qo'ymay qo'ydi. Ikkalasini ham qo'ymay qo'ydi maktabga. Keyin poylab boraverib, baribir maktabdan oldim. Ikkalasini ham oldim maktabdan. Keyin boradi. Bularni men maktabga joylashim kerak. Hamma narsasi qolib ketgan. Narsalarimni olgani uyga borishim kerak. O'sha erim bilan birga yashab yurgan uyimdan ham shundoq chiqib ketgan. Mana shu narsam olib chiqib ketmaganman. Qolgan hamma narsam. Menga narsa kerak emas. Umuman narsa kerak emas. Faqat shu bolalarimni kitob daftari, kiyim-kechagi nimalari. Mahallaga telefon qildim. Yo'q, o'zim bormadim. Mahallaga telefon qildim. Rais buvada deb uyga borishim kerak. Farzandlarim maktabga jo'ladim. Ertaga maktabga chiqadi. Qo'ymayapti maktabdan kesin deb telefon qilishib menga qo'yishmayapti. Maktabga borish kerak. Hamma kitob daftar narsalar qolib ketgan. Qaynonamgadan erim olib ketgan. Bularni o'zini jo'natdim 1-2 marta berib yormadi. Bor unang baribir men ular bilan unang bilan ko'rishma demayman balam, xohlasang men bilan, xohlasang nima bilan deb borib ona deb hech narsa nimamni olaman deb 1-2 marta borib keldi. O'shanda ham yaxshi narsalar bilan kelmadi. O'zim xohish bilan bordim. Men jo'natganim yo'q. Nima qildi? Onam ko'raman deb baribir non tuz bergan, yomon bo'lsa ham mayli ona deb nima qilib borib keldi 1-2 marta qizim. Butun narsalarni ololmadi. Keyin domkomga telefon qildim-da, domkom buva dedim, maktabga chiqish kerak farzandlarim dedim. Shuni nimada olib kelganman dedim. Abitdan keyin keling dedi. Abitdan keyin singlim bilan ukam chaqirdim. Ukam ham endi o'gay onamni o'g'li. Keyin ular kelishdi, katta qizimni oldimda bordik uyga. Payshanbaga bordik-da, domkom buvaga telefon qildim.
Domkom buva kelgandik biz, kelasizmi? Dedim. Boshqa kunlari sizga telefon qilaman. Vaqtimiz yo'q hozir. Janjal bo'yicha yuribmiz dedi. Keyin domkom bu narsalarni olishim kerak deb o'tiribman. Hakkar o'zing olib chiqasan, balam kiyimlarni biz tashqarida o'tirib turamiz deb. Borsak, ichkarida yana ichib o'tiribdi, bitta jo'rasi bor. Ikkita ayol kishining oyoq kiyimi bor eshik tagida. Ichkarida o'tirishibdi. Keyin chiqdi, baqir-chaqir qilib ayasiga telefon qildi, mana ifloslar ketsin bu yerdan deb. Keyin narsalarni olsin balam, ketaman, kerak emassan. Ajrashib bo'lganmiz keyin o'sha 2 yil oldinmi, qancha oldin ajrashib bo'lganmiz. Keyin xohishsanda xohlaganingda yasha, uylanasanmi, boshqa qilasanmi, o'zi uylangan. Uylangan holatda ham shu ishni qilib o'tiribdi. Ha, undan keyin yana uylangan. Ha, hozir boshqa xotini bor. Keyin o'sha yerda yo'q, ichganmi, chokkanmi, ichib olgan. Shunday aroq hali kelyapti, o'sha yerga sudrabman, toshlarga tarib olib, nima qilyapti, bermayman deb shantaj qilyapti, narsalarni ketasan deb. Keyin uyga kirmasligimiz kerak-da, biz uyga kirsak, endi rasm-pasm, video-ga olamiz-da, ichkaridagi ayollarni, ichkiliklarni nima qilamiz. Men yo'g'imda qizlarim boradi, aya boraman deydi. Ayollarning ichki kiyimlarini, nimalarni bizga tozalatadi, tez yo'qotib olib chiqib tashlab, yo'q, tozalaydi deb. Pivo idishlar, butilkalari mana shunday joylar to'shalgan turadi, biz yig'ishtirib tozalaymiz deydi. Uni qo'limdan nima kelar, kimga isbotlayman? Xudoga solaman, Xudoga kifoya qilib qo'yaman ularni. Farzandlarimga qilgan kunlarini. Menga bergan azob yetmagandek. Keyin o'sha yerda singlimga aytdim. Videoga hech bo'lmasa uryapti, haqorat qilyapti, narsalarini bermayapti. Videoga ichgan. Keyin seni videoga oldi. O'sha yerda ham baribir nima qilmadi, kirib narsalarni ololmadim. O'sha yerga toshga itarib yubordi, o'sha yerda ichimdan ham tepdi, videoga olinmagan. O'sha keyin jahl ustida qo'limga tosh oldim, o'zimni himoya qilish uchun qo'limga tosh ilandi, jahl ustida oldimda. Keyin sudrab chiqarib yubordi. Singlim ham, ukam ham darvozadan bir qadam ichkariga kirgan yo'q. O'siz oling ketdik. Ular ham bosh momoy qolishni xohlamaydi. Keyin ko'zimga hech narsa ko'rinmadi. Alam o'tib ketdi. Qizini kirgizib olsa shu narsasini olib chiqaydi-ku, o'sha yerga qizi bor o'tirdi, men kirmasam. Keyin o'sha yiqilgan vaqtim o'zimni himoya qilish uchun qo'limga toshni olgandim. Keyin narsang boshingdan qozin dedimda, o'sha tosh jahl ustida shunday otdimda, qayerga tekkan, nima bo'ldi ko'rmadim, siraz burilib chiqib ketdik. Chiqib ketdik, o'sha borgan vaqtimiz uyda ayollar borligi uchun men 102 qilgandim. Erim uyga keldim. Domkom buvalar yo'q. Kelinglar, mana ko'ringlar ahvolni 102 qilgandim. Keyin yana qaytib mahallaga bordim. Mahallaga bordim, domkomlarni kutaman dedim. Mahallaga bordim, o'sha yerga birdan militsiyalar keldidan keyin ukalaringizni yeringizni urib ketibdi, hozir bizga 102 qilib chiqdi. Siz ulardan oldin men qildim 102 ni, nima kelmadinglar? Ha, o'sha holat bo'yicha kelyapmiz, siz qilganingiz uchun kelyapmiz dedi. Lekin o'lib ketdi deb ular qilganda. Demak siz tosh otganingizda qatiga deb tegan. Ha. Ha. Yuziga qarata otdim, qayerga tegani. Qosh yorilib ketganda ko'ziga ziyon bergan ekan. Ko'ziga tegmagan, men qoshiga tegganda. Qoshiga tegan. Keyin ular ham qilishgan, demak o'shandan keyin yetib kelishgan, shunaqami? O'shanda keyin mahallaga qaytib bordim, keyin erimni ham olib borishdi. O'sha yerda u nima desa dedi, akasi urib ketdi deb yozib berdi. Keyin ukam. Siz tosh otgansiz, ukangizni borib urdi deb aytayapti. Boshqacha ko'rsatib beryapti. Endi ayol kishi urdi dema. Uni ko'zi ko'kargani bor, o'sha isbotlari bor. Ha. Ukasi urib ketdi deyapti, lekin ukam men urmadim deb yozib beryapti. Endi o'zimni radniy ota-onam bilan bo'lgan farzand bo'lganda, misol uchun haqiqatda jigarim deb nima qilishi mumkin edi, men urdim deyishi mumkin edi, lekin u onamning farzandi. U haqiqatda aytdi, men urmadim, mana xotini urdi. Keyin men aytdim, urmadi, ukam urmadi desam, militsiyalar ishonishmayapti. Endi ayol kishi shunday urmasa kerak. Endi men boyagi ko'zim qonga to'lib, jahlimga chiqolmay alam, to'g'riroq alam. Men ko'chada 3 ta farzandim bilan xor bo'lib yuribman. Uyimda begona ayollar mashat qilib o'tiribdi.
Yana kamiga o'zini bolasining kiyimini bermayapti. Ko'zimning oldi qorong'ilashib o'tgan toshimda u. U toshni ham yerga yiqib tepib tashlagandan keyin o'zimni himoya qilaman deb qo'limga olganman aslida. Otaman deb emas. Keyin xullas bordi, shunday deb yozib berdi, akalar urib tashladi deb yozib berdi erim. Keyin ukam men urmadim deb haqiqatni aytdi. Keyin men aytdim, singlimga aytdim, videoga olayotganding, qani videoni berchi. Haqiqatda men jahl ustida olib, o'zimni himoya qilaman deb olgan toshimni qo'liga otdim. O'sha joy videoga tushib qolgan, ha? Ha, o'sha joy tushgan videoga. Keyin Melisalar videoni oldida ukam yozib berdi, menga tuhmat qilgani uchun javob bersin dedi. Bo'lgan holatni qizim yozib berdi, men yozib berdim, singlim yozib berdi. Shu bilan qaytdik biz. Ha, u to'g'ri yolg'on ko'rsatma berish bo'ladi, ha. Ha, keyin bu orada uchastkoga telefon qildimda, ekspertizaga qog'oz yo'llama berdi. Men ham yiqilgandim, ko'kargan joylarim bor edi. Men ekspertiza doktor boshqa qilishga, doktorlarga boshqa joyga ketadigan pulimga men bolalarimga kamchiligini to'ldiraman, narsa olib beraman. Yo'q, tekin bo'ladi. U pulli bo'lmaydi, tekin bo'ladi. Qarang, siz ekspertiza, ikkalovlari ham ekspertiza qildimi? Ekspertizaga men bormadim. Bosh kerak. To'g'rirog'i farzandlarimni muammosi o'sha payt menga u zarar paytda u qiziq emas edi demoqchi. U qiziq emasdi menga u. Chunki shuncha kaltak yeb, shuncha mana ko'rib turibsiz, men bu go'shtlarim ikkiga bo'linib ketgan. Undan tashqari. Xullas shu eringiz ekspertizaga borganmi? Ekspertizaga bormagan o'sha kuni. Ichgan bo'lgan. Keyin men o'shanda ichgan bo'lganicha bormagan. Ha. Uchastkoga telefon qildim. Da ichgan holatida o'tkazing doktordan dedim. Ekspertiza yo'llama berganda telefon qildimda, ichgan holatida o'tkazing doktordan dedim. Unga men javob bermayman, doktorlar biladi dedan keyin o'chirdi telefon. Aradan bir 10 kun, 15 kun o'tib, keyin ekspertizadan o'tibdi u. O'zlari ko'karganda, qish vaqti sovuq edi. Dori qilishmabdimi? Yuraverganda yeringlatib olgan yarani. Yeringlatib olgandan keyin ko'zga bergan. Da xullas Toshkentga borib jinoiy ishlar qo'zg'ab, menga o'zini ko'r qildi deb ko'zim ko'rmayapti deb o'tiribdi hozir. Menga hozir keyin 1,5 oydan keyin bu orada sizga demak jinoyat ishi ochildi. Jinoiy ish ochilgan. Tergovchi chaqirishdi. Tergovga bordim. Tergovga borsam, qayerda tergovchisi? Tergovchi Payshamida, Melisaxonda. Samarqand viloyati, o'sha Kattaqo'rg'on tumani Payshamida. Keyin tergovchi Ovsinimni jiyani, qarindoshi tergovchi, Malika degan qiz, yosh qiz, 2002-yil. 3 oylik chaqalog'im bilan o'tiribman deb, u ham tergov boshlab, o'sha yerga meni haqiqatda siz urgansiz. Demak, u ham eringiz qarindoshi, deyapti, ha. Quda tomonda u. Ha, u ham tergov qilyapti. Yonbosi o'tiribdi. O'zi og'iz bilan aytib o'tiribdi, Azamat aka uchun eringizni rad qilolmadim. Kimning familiyasi? Malika. Bu Payshanbani, o'sha demak Kattaqo'rg'onning nimasini tergovchisi. Yo, uchastkovoymi? Tergovchi. Kattaqo'rg'on tumani o'sha tergovchisi. Tergovchi. Malika ismi. Keyin aytayaptiki, erim menga tuhmatlar qilyapti, ajrashgandan keyin ham erim menga bir nima tuhmatlar qilgan, o'zi nimalardir qilib kelganda, bunday qilasan deb unga peshkil o'rayapti, yuzlashtirdi, boshqa qildida. Keyin aslida unday emas, bunday deb men o'zimdan boshimdan o'tganlarni aytib beryapman. U meni eshitishni xohlamayapti. Eshityapti, uni yozmayapti. Erimni har bitta gapini yozyapti. Kirgizyapti tergovga. Asli janjal bo'yicha erim, men o'sha erimga olgan tosh bo'yicha ish olib borilyapti-da. Keyin xullas tergovchi ham qarindoshida to'g'ridan-to'g'ri menga imkoniyatlar yo'q, bilsam 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi belgilabdi. Nechinchi modda qo'yibdi? 126 prem 1 JB bandlarini qo'ygan. Jinoyat kodeksini. Jinoyat kodeksini. Kimdan eshitdingiz bu narsani? U Malikani o'zi aytdi. Tergovchi. Keyin advokat olasida, advokat olishga pulim yo'q. Bu orada onam rahmatlining xolalari ahvolimdan xabar topib bordilar oldimga. Bordilarda
bizani bolalarim bilan yig'ishtirib Navoiy shahriga olib keldilar, kvartiraga joylab, ishga joylab qo'ydilar. Bolalarim maktabga joylab qo'ydilar. O'zlari yordam berib nima qildilar, lekin kvartira pulimni ham to'ladilar, ishga ham joylayaptilar, farzandlarim maktabga joylab beryaptilar-da. Hozir 1,5 oy, 2 oy davomida ular jim yurib, tergov ish qo'zg'ab, ular menga ishlashim kerak, oylik olishim kerak, bolalarimni boqishim kerak. Shunda ham tergov chaqiraveradi. Advokat olasiz, boshqa qilasiz, sizga mana shunaqa ish bo'lgan. Advokat olishga meni imkonim yo'q. Men kvartira to'lashim kerak, 3 ta bola boqishim kerak, kamiga alimentdaman. Aliment ham hech to'ladingizmi? Aliment yo aliment to'lamaganmisiz? Yo'q, aliment to'lamadim. Chunki o'z bolalarga o'z ko'p rasvotni qilib yurgansizmi? Chunki farzandlarim tug'ilgandan beri boqishi bo'ynimda o'zimni. Qaynonamning eshigida yashaganim bilan qaynonam ering ishlamaydi, o'zing boqasan. Farzandlaringni kim boqisi keladi? Demak, hozir shunaqa bo'lyapti. Sizni shunaqa siz mana aytishingiz bo'yicha biz hali ikkinchi tomonda nimaligini bilmaymiz, to'g'risini aytishimiz kerak. Siz mana aytishingiz bo'yicha yashagansiz, har doim sizni xo'rlab kelgan, o'sha urgan mana sharoblarni ham ko'rsatyapsiz. Endi farzandlaringiz ham aytayapti, haqiqatda shunaqa bo'lganda mana qizlari, bolalari ham aytayapmiz, ular ham guvoh bo'lganmiz, onamni urgan deb aytishyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Endi biz ikkinchi tomonni eshitmadik hali. Men hozir undan oldin bir narsani aytmoqchiman. Ikkinchi tomon ham bizga murojaat qilishi mumkin, chunki ikkinchi tomonda o'zining haqiqati bordir, bilmadim. Bosh prokuraturadan so'raymiz. Mana shu ishni nazoratga olishlarini sababi bularning o'sha turmush o'rtoqlarini, o'sha qarindosh urug'lari shu tergovni ham hammasini olib boryapti deb aytishyapti. Ehtimol bilan katta jinoyat ham ochib tashlashibdi-da. Endi hali biz u ishni qanaqaligini bilmaymiz, lekin sizlarga aytishdi 126-modda prim qismi bilan J bandi. Birinchi qism JB bandlari. U yerda qamoq jazosi ham bor ekan. To'g'ridan-to'g'ri qamoq jazosi. Imkoniyatlar boshqa nimalar yo'q. Men hozir qamalib ketadigan bo'lsam, aka, farzandlarim agar qaytib borsak biz o'zimizni o'ldiramiz degan gapgacha aytishdi menga. O'zlari mana o'zlari bilan gaplashinglar. 3 ta bolamni taqdiri, 3 ta bolamni kelajagi uchun mayli hamon nima jinoyat qilgan taqdirimda ham 3 ta bolam uchun menga yordam berishlarini so'rab majbur bo'ldim chiqishga, murojaat qildim. Xullas do'stlar, bular hozir boshqa shahardalar. O'sha Samarqanddan boshqa ko'chishgan. Ularga ham hozir yordam beradigan opalarimiz bor ekan. Shularda hozir ishlab, bolalarim bilan o'zim ham gaplashdim. Kerak bo'lsa o'sha bosh prokuraturadan yoki ichki ishlardan vazirlikdan chiqsa bularni qayerdaligini aytishimiz mumkin. Hattoki alimentga ham berishgan deyapti. Undan tashqari qizini turmush 14 yoshli qizni erga berib olamiz deb aytishyapti. Molxonaga qamab qo'ygan. Mana shunaqa ishlar bo'lib ketyapti-da. Kelinglar shu narsani ochiq ko'rib, biz ishonamiz. Bosh prokuratura, ichki ishlarimiz, bolalar ombudsmani bor, bolalarni himoya qilish tashkilotlari bor, xotin-qizlarni himoya qilish tashkilotlari bor. Shulardan so'raymiz, shularni himoya qilib, asl haqiqatni bizga ko'rsatib berishlarini so'raymiz. Farzandlarim uchun yordam berishlarini so'radim. O'zim uchun emas, farzandlarim uchun. Farzandlarim ularning qo'liga qolsa yana keyin mana 7 yoshli o'g'lim pivo ichsa pivo ichadi, sigaret choktiradi o'g'limga. Bu yosh bola hali, yana erimga o'xshagan narkoman bo'lsinmi? Shunaqami rostdan meni yonimda o'tiribdi. Sandan pivo ichilarmidi? Aytur. Ha. Qanaqa bo'ladi pivo o'zi? Shirin bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Shu ana gazli. Gazli bo'ladi. Achchiq. Sigaret qanaqa bo'ladi? Shu tutadi ana. Tutadi. Bu hali kichkina bola. Hali kichkina bola. Endi bolalar shunaqa deyapti endi. Farzandlarim kelajagi uchun menga yordam berishlarini so'rab iltimos qilib. Demak, sizni hozir yana qamalish qamalishingiz ham xavf ostida turibdi. Men o'zimni o'ylamayapman bu yerda. Farzandlarimni o'ylab iltimos qilyapman sizdan. Iltimos yordam beringlar, onam bilan bizga ular qo'liga qaytib borsa, yana bizlarni urib, yana har doimgi holat. Agar yana biz ular qo'liga borsak, oxirida yana bir necha kun otsiz, ovqatsiz qolib ketamiz. Qo'llarim ham sinyotibdi, ularni hamma joyimiz ko'kargan.
Qo'lingizni ko'rsatingchi. Qo'llarim sinib yotibdi. Urib, qon Qo'lingiz singanmi? singan. Kim urgan? Doktorga ham olib bormagan. Turish qotib qolgan. Kim urgan qo'lingizga? Parda ildirishni bilmay. Pardaga chiqarganda meni o'ldirasan shuni deb erga beraversin, eringdan tayoq yeb kelman, boshimga yana o'tirma deb urib chiqarib yiqilib ketdim, hech kim qaramay. Ha, shunda yiqilib Qo'lim singan. singansiz. Irina yana men boshimga tayoq yeb kelib o'tirasan, urgan hammasini qilasan, parda qilishda ham, ovqatda ham hammasini qilasan deb singlim ham hali yosh, paxtaga chiqaryordi. Pul topib ishlar, o'rganasan, ro'zg'or qilishdi deb. Ular qo'liga borishni xohlamaymiz hech qaysi birimiz. Onam qamalib ketsa, ular qo'liga borishimiz mumkin. Iltimos yordam beringlar. Men borishni xohlamayman ular qo'liga. Borsam yana azob yeyman. Hurmatli do'stlar, eshitib turibsizlar, o'zingizlar eshityapsizlar. Xulosa chiqaramiz va shu ishlar bo'yicha shug'ullanadigan tegishli tashkilotlardan yana bir bor so'raymiz. Mana shu odamlarga yordam berishlarini va haqiqatni yuzaga chiqarib berishlarini.